Yevropa ziyareti asnasida Shveysariyada ziyoratda bo'lgan Mike Pompeo Shveysariya Tashqi ishlar ministri Antonio Cassis bilan ko'rishdi. Ticino kantonining poytaxti Bellinzonadagi ko'rishishdan keyin elib berilgan axborot e'lon qilish yig'inida Pompeo so'z qilib, Eron hukumatini boyliqlarini o'z xalqi uchun ishlatishga chaqiriq qildi. Eronning boyliqlarini o'z xalqi uchun ishlatish o'rniga Hizbut Tahrir va Suriyaga ishlatayotganligini, Eronning Suriyadagi faoliyatlari sababli 6 million insonning makonidan ayrilganligini bildirdi. İran Cumhur Reisi Hasan Ruhaniga xalqarалық qarorlarga asosan hurmat bildirgan bir shaklda bir ustalga kelib muzokara ilib bordiganligini bildirib, javob qaytargan Pompeo Eron bilan shartsiz ko'rishishga tayyor ekanligini bildirdi. Pompeo Eron bilan bir ustalga kelishga biz tayyor dedi. Amerika ministri Pompeo Amerikaning Eronga bo'lgan besimining yanada davomlashadiganligini bildirdi. İran Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Abbas Musavi Amerikaning harakati va usulining Eron uchun bir o'lcham bo'ladiganligini bildirdi. Musavi yozma bayonot berib, Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning Eron bilan shartsiz ko'rishishga chaqirganiga javob qaytardi. Pompeoning Eronga qarta elib berayotgan besimining yanada davomlashadiganligini bildirishi burunqi usuldagi xatolikning ifodasi ekanligini, shundaqla buning tuzatilishi kerakligini bildirgan Musavi, yoshurun nishonning yangicha tushuntirilishi va so'z o'ynatib turib bayon qilinishi Eron uchun bir o'lcham bo'la olmaydi. Amerikaning harakati va usulidagi o'zgarish Eron uchun o'lcham hisoblanadi dedi. Akademiklar bilan to'plangan Eron Cumhur Reisi Hasan Ruhani Amerika o'zining yurgizgan siyosati va harakatlaridan pushaymon qilmag'icha qarshi turishning davomlashadiganligini aytdi. U so'zda Eron millatining vakili bo'lish sifati bilan ochiq qilib shuni bildirishim kerak. Dushman yurgizgan siyosatidan pushaymon qilmag'icha biz faqatli kurash va qarshi turishni tanlaymiz dedi. Amerikaning bundan burun muzokara qilish uchun ba'zi shartlarni o'tirg'a qo'yganligini, biroq keyingi kunlarda bu shartlardan voz kechganligini ta'kidlagan Cumhur Raisi Ruhani muzokaraning hurmat ichida bo'lish kerakligini aytib, agar ular haqiqatan qilgan ishning xato bo'lganligini tushungan bo'lsa, bir kuni yangidan muzokara ustida o'tiramiz dedi.